Zapretni ochishda iloj bor. Uni 6 ta yo 7 ta sabablari bor. Birinchisi, turmush o'rtog'ingiz Rossiya fuqarosi bo'lishi kerak, yo farzandingiz Rossiya fuqarosi bo'lishi kerak, yo yaqin qarindoshingiz Rossiya fuqarosi bo'lishi kerak. U odam yo pensioner, yo yotoqqa bo'lishi kerak, yo bir kishi qarashi kerak. Mana shu. Keyin Rossiyada uyingiz bo'lsa, o'zingizning nomingizga, yo bo'lmasa siz oldin ofitsialniy ishlagan bo'lsangiz, yo bo'lmasa Rossiyada kerakli kadr bo'lsangiz, ana shu yo'li bilan ham ochsa bo'ladi. Yana bir yo'li bor. Siz masalan u kelayotgan odam betob bo'lsa, u odam imенно Rossiyaga borib davolanmoqchi bo'lsa, ana shunga ham ochib beradi, lekin odam patent ololmaydi, Rossiyaga kirib kela oladi. Mana shu yo'llari. Uning uchun nima qilish kerak? Birinchi очередga immigratsion yurist topishingiz kerak. Ana bu yurist sizning nomingizdan sudga yozadi. U ishi 1 oydan 4 oygacha ko'rib chiqiladi, ruxsat beriladi. Kimlarga ruxsat bermaydi? Masalan, odam Rossiyaga qamalib chiqqan bo'lsa, yo bo'lmasa sudlangan bo'lsa, narusheniyalari ko'p bo'lsa, mana shu odamlar ocholmaydi. Qolgan odamlarga ochiladi.